Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kimga travertin xizmatlari kerak bo'lsa, Samarqand, Katta Qo'rg'on ustalari xudo xolasa Jizzaximizda ham ish boshlabdi. Respublika bo'yicha bo'laveradimi aka? O'zbekiston bo'ylab olib borib, o'rnatib berish, mana shu xizmatimizni qilib berish akam ichida debdilar. Mana buni fason $9 mana bunisi $8. İşimiz $8 boshlab $11 bo'ladi debdilar akam. Hamma xarajati ichida. Faqat uyda egalari bizga oyog'imiz tegalisa, ustalarimizga yeb ichari qilib bersa bo'ldi deb aytibdilar. Mana bu sokil xizmatlari ham bor. Sokillarni o'zlari ham olib berasizlar, qolganlarini akalar yopishtirib beramiz deyishyapti. Akalarning ishlariga o'zlari ham bir baho berasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Akam respublika bo'yicha xizmat ko'rsatamiz debdilar. Kvadrati $8 dan $11 gacha.